بسم الله الرحمن الرحیم. Eron-AQSh to'qnashuvi yangi bosqichda. Arofiy sionistlar davri tugaydi, dedi Isroil shaharlari zarba ostida. Dubay vahimada Eron zarbalari fonida Muhammad bin Rashid Al Maktum davrining eng og'ir kechasi. Tramp Eron-AQSh-Isroil urushi ochiq harbiy to'qnashuv bosqichiga kirib, mojaro endi nazorat qilinadigan eskalatsiya chegarasidan chiqib ketdi. Bir necha soat ichida sodir bo'lgan voqealar front chizig'i kengayib, raketa, dron va ballistik zarbalar bir vaqtning o'zida bir necha davlat hududida amalga oshirilayotganini ko'rsatdi. Harbiy signal aniq tomonlar ortga qaytish emas, balki bosimni maksimal darajaga yetkazish yo'lini tanlamoqda. Eron diniy doiralari ham bevosita urush retorikasiga qo'shildi. Oyatulloh Ali Rizo Arofiy ijtimoiy tarmoqlarda joylashtirilgan video murojaatida Isroilga tunda zarba berilishiga ochiq ishora qildi. Oradan ko'p o'tmay uning tahdidi amaliy harakatlarga aylandi. Eron Isroil hududiga qarata kamida 37 ta raketa uchirdi. Zarbalarning eng og'iri Quddus yaqinidagi Bayt Shash shahriga to'g'ri keldi. Ballistik raketalar turar joy hududlariga urilib, binolar vayron bo'ldi. Boshpanalardan biri to'g'ridan-to'g'ri zarba ostida qoldi. So'nggi ma'lumotlarga ko'ra, 10 dan ortiq odam jarohat olgan. Shahar infratuzilmasi jiddiy zarar ko'rgan. Quddus atrofida portlashlar ketma-ketligi Isroil havo mudofaasi tizimlari maksimal rejimda ishlayotganini ko'rsatadi. Eron zarbalari faqat Isroil bilan cheklanib qolmadi. Xalifa port shahri nishonga olindi. Oradan bir necha daqiqa o'tib Tel Aviv yana raketa hujumiga uchradi. Shahar osmonida tutib qoluvchi raketalar portlashi, sirenalar va ketma-ket zarbalar urushning intensiv fazaga o'tganini tasdiqladi. Zarbalardan keyingi Quddus manzarasi vayron bo'lgan uylar, yonayotgan avtomobillar va favqulodda xizmatlarning uzluksiz harakati bilan tavsiflanmoqda.